Yegani yaratquchi. Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayid. Korrektor Abduvali Sayid. Bat va muqobil lahiyaliguvchi A. Aqxon. Aqlning islom aqidasidagi o'rni. Islom aqidasi faqat vahiyning mahsulidir. U faqat naqli manbalarni, ya'ni saf vahiyni asos qiladi. Ammo shuni bilish zarurki, islom aqidasining saf vahiyni manba qildiganligini muayyanlashtirganlik islom aqidasida aqlning roli yoki o'rni yo'q deganlikdan derak bermaydi. Shubhasizki, aqlning islom aqidasida tutgan mavqesi va o'rni intayin muhim. Aql islom aqidasida kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tayanch va vosita. Chunki aql islom nuqtai nazarida naqli manbalarni isbotlash, vahiyni tushunish, vahiy orqali Allohni tonish va vahiyga bog'lanish qatorliq jihatlarda halqaliq rol o'ynag'uvchi quroldir. Qur'on Karimga nazar solganimizda aqida haqidagi ko'plagan oyatlarning naqli paket bo'lish bilan birga o'z navbatida yana aqli paket ekanligini, oyatlarning qalbga xitob qilganidek aqlga aynan xitob qilganligini ko'ramiz. Masalan, Qur'on Karim koinotga nazar solish va Allohning borligi va birligiga dalil bo'ladigan koinotdagi haqiqatlar ustida izdinish haqidagi bayonlarda mundaq deydi. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qanday yuchuq yo'qligiga qaramamdi. Qaf surasi 6-oyat. Va yana zaminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qilganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar. Zariyat surasi 20 va 21-oyatlar. Va yana u zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol-chorvalaringlarni beqinglar. Shubhasizki, yuqorilarda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Taha surasi 53 va 54-oyatlar. Mana bu oyatlarda tafakkurga, izdanishga, ibrat olishga chaqiriq qilingan. Qur'on Karim yana aqida ishlarida dalilsiz agishish, qarg'ularcha taqlid qilishni ayblab, kaskin pok turgan yerda gumon va farazga asir bo'lishni qattiq tanqidlab mundaq deydi. Har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Alloh nozil qilgan narsaga, ya'ni Alloh payg'ambariga nozil qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. Baqara surasi 170-oyat. Va yana mushriklar agar Alloh xolisi edi, biz va ota-bovlarimiz shirik keltirmaydiq va hech narsani harom qilmaydiq deydi. Ulardan burungi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tatagan qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rstinglar. Sizlar faqat gumonga asoslanasizlar. An'am surasi 148-oyat. Va yana ular faqat gumonga asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Najm surasi 28-oyat. Aqlning islom aqidasida tutgan o'rni shunchalik muhimki, aqidashunos olimlar aqlning o'rnini muayyanlashtirganda, uning aqidalarni isbotlash va tahlil qilishdagi ortiqchiliklarni alohida e'tiborga olgan. Ular islom aqidasining tub manbalari bo'lgan Qur'on va hadislardagi aqlga qilingan xitoblardan, aqlni ishlatish va tafakkur qilish undalgan chaqiriqlardan, uning aqidani sharhlash va isbotlashdagi roliga sal qarag'ili bo'lmaydiganligini tunib yetgan. Shunga ular aql haqida to'xtalganida aql vahiyning o'li degan yakunni o'ttirg'a qo'ygan edi. Ularning bu degani Qur'on va hadis aqldan barliqqa kelgan deganlik bo'lmasdan, balki aqlning naql manbasi bo'lgan vahiyning haqiqat ekanligini isbotlashdagi qo'ral ekanligini e'tirof qilganlik edi. Darvaqa, aqlning ilohiy vahiyning yetib kelishining mumkinligini, buningdagi hikmatning reallikqa to'g'ri keladiganligini, vahiy hodisining amaliyotga uyg'un hodisa ekanligini aniqlaydigan va isbotlaydigan manba ekanligiga qil sig'maydi. Allohning mavjudligi va payg'ambarligining haqiqat ekanligiga naqldan avval aqlning qanoat tepishi va aqlning o'z qanoatiga dalil bo'ladigan isbotlarni keltirishi zarur. Agar aql bu jihatdagi ishonch va tasdiqini yo'qotganida edi, naqlning manbasi bo'lmish vahiyning haqiqat ekanligini isbotlash mumkin bo'lmagan bo'ladi. Chunki naqlning haqiqat ekanligini isbotlash faqat aql orqali ishga eshishi mumkin.
Шуңа aqida olimlari aqlning aqida sohasida alohida o'rin tutilganligini muayyanlashtirib, yuqorqi yakunni o'tirg'i qo'ygan edi. Ularning Allohning borligi va birligini isbotlash, aql orqali nazar selish va dalillash orqali ishga oshidi deyishimi ana shuningdan edi. Imom G'aznaviy mundaq deydi: Ko'pchilik aqida olimlarining nazarida Allohni bilishning ilmiy usuli faqat aqliy nazar selish va dalillash orqali amalga oshadi. Chunki Allohning mavjudligiga isbot keltirish to'g'risidagi ilm har kimga o'z-o'zidan ma'lum bo'lgan ilmlar jumlasidan sanalmaydi. Allohning mavjudligini isbotlash va payg'ambarlikni isbotlash jihatlarida naqliy dalillarning o'zi bilan bevosita maqsad qilingan muddaoga yetish mumkin bo'lmaganligi uchun naqliy dalil aqliy dalilning oldida tarmoq dalil tusini oladi. Shundaq bo'lgan ekan, masalani naql to'g'riligiga guvohlik bergan aqliy dalillar orqali isbotlab chiqishdan o'zga chora yo'qdir. Aqidashunoslardan Imom Nasafiy o'zining aqida risolasida shay'larni bilishdagi yo'l, ya'ni vosita va manbalar ichida aqlni tilga olib mundaq deydi: Insonlarning bilish yo'li 3 dir. Ular sezgur a'zolar, vahiy va aqldan iborat. Imom G'azali mundaq deydi: Aql bilishning manbasi, muqaddimasi va uludir. Imom Qaradaviy mundaq deydi: Baqilani, Isfiroyini, Juvayni, G'azali, Faxruddin Razi, Al-Amidi qatorliq islomning yutuq allomalari, shuningdek ulardan boshqa yutuq aqidashunos olimlarning hammasi degudek aqlni vahiyning o'li deb muayyanlashtirdi. Navoda aqlning roli inkor qilinsa, vahiyni va payg'ambarlikni isbotlashmi yo'q chiqqan bo'ladi. Chunki payg'ambarlikni nuqul naql orqali isbotlash mumkin emas. Uni faqat aql vositasi orqali isbotlag'ili bo'ladi. Undaq bo'lmaganda isbotlash kerak bo'lgan narsaning o'zini isbot qilib ko'rsatishdek bema'nilik kelib chiqadi. Demak, aql aqidashunos olimlarning nazarida aqidani tushunishdagi muhim qurol bo'lib qolmay, balki u bilish manbalarining biri sifatida muayyanlashtirilgan. Halbuki aqida sohasida aqlning roli haqida o'ngchil va so'lchil maydondagi ikki xil qutbning mavjud ekanligini ko'ramiz. Bir qutb aqlni muqaddaslik maqomiga ko'tarib, mayli moddiy, mayli ruhiy jihatdagi masalalarda bo'lsin, hatto aqlning bilish doirasiga kirmaydigan metafizik masalalardami haqiqatni bilishning birdan-bir manbasi, har qanday savolga javob topquchi va masalaning to'g'ri javobini beralguvchi birdan-bir omil sifatida qarab oldi. Yana bir qutb bo'lsa, aqlning aqida sohasiga daxil bo'lishini asosan chatga qoqqan holda muomala qilib keldi. Ularcha bo'lganda aqidani isbotlash, uning ustida analiz va tafakkur qilish jihatda aql hech qanday salohiyatga ega emas. Amaliyotda har ikki qutb o'zlari yoqilgan taraflarda oshqo'llikdan saqlana olmadi. Aqlga cho'qinish va uni o'z qimmatidan oshirib bilish, uni vahiydan yuqori maqomga chiqarib, vahiyning so'tchisiga aylantirib qo'ysa, aqlning rolini e'tirof qilmaslik, aqlning ahamiyatiga sal qarash, faqat naql bilan kifoyalanishga chaqiriq qilish, aqlning tafakkur qilish, tushunish, analiz qilish, tahlil qilish va tasdiqlashdek asosiy haqlarni inkor qilishga elib bordi. Shundaqla bu xil kayfiyat asta-asta aqlning odam badanidagi a'zolariga o'xshash o'z rolini joriy qildirishdek aqlli vazifasini o'rindashdan mahrum qo'ydi. Oxirida bu oshqon aqliyatchilarga qarama-qarshi holda aqlning rolini butunlay bekor qilib o'tish bilan xotimalandi. Ahli sunnat va jamoani tashkil qiluvchi, jumladan islomning o'ttirhal maydoniga vakillik qiluvchi ko'p sonliq olimlar yuqorqi ikkili qarashning amaliyotda o'ttirhallikdan yiroq ekanligini, aqlning rolini o'z maqomida, vahiyning rolini o'z maqomida muayyanlashtirish kerakligini ta'kidladi. Bo'libmi, aqida tadqiqotida bu nuqta alohida gavdalangan bo'lib, aqida sohasidagi buyuk yetakchilarning fikrlariga qaraydigan bo'lsak, bu nuqtani taxmi aniq his qila olamiz. Buyuk alloma Imom G'azali hazratlarini misol qilsak, u zot islom aqida sohasida aqartish elib boruvchi gigant olimlar qatorida bo'lish sifati bilan aql va vahiyning islom aqidasida tutgan o'rnini muayyanlashtirgan edi. U zot yuqorqi ikki qutbni tanqidlab qolmay, yana aqlni hammaning ustiga qo'yish orqali vahiydan o'zini behojat sanash yoki vahiyga tayanib aqlning aqida sohasidagi o'rnini yo'q sanashdek har ikki xil maslakning o'ttirhallikdan chiqib ketish bo'lganligini, buning dinning sog'lom va ro'shan ta'limotlariga muxolif yo'nalish ekanligini ko'plagan asarlarda o'ttirg'a qo'ygan. U zot mundaq deydi: Amaliyotda mazkur ikki qutbning har ikkisi o'ttirhallik va to'g'riliqdan chetlangan bo'lib, aqida prinsiplarida zarur bo'lgani o'ttirhallikni saqlash va haq ustida tavranmaslik edi. Albatta, yuqorqi har ikki taraf mushu xil o'ttirhallikni ayib sanamoqda.
Acaba tadqiq qilish va izlanishdagi ilmiy metodlarni bir chetga qayirib qo'yib, faqat vahiy orqali kelgan xabarlarga qarag'ularcha taqlid qilish bilan to'g'ri xulosaga kelishga qandaqmi kaforatlik qilg'il bo'lsin? Acaba shundaq yo'lni tutgan kishi shariatda faqat payg'ambar alayhissalomning so'zining kuchga ega ekanligini, payg'ambardan kelgan xabarlarning rostligini isbotlashda aqlning tasdiqi bo'lishi kerakligini bilmamdiganda. Shuningdek, faqat aqlga hammani taalluq qilib qo'yib, yo'lini shariat nuri bilan yuritmagan kishi qandaqmi hidoyat topalisin? Haqiqatni qandaqmi aynan ko'rib yetalisin? Acaba aqlga biror qiyinchilik yoki ojizlik yetib qolishdan amin bo'lolmagan to'riqliq qandaqmi aqlga hammani xotirjam tashlab qo'yg'ili bo'lsin? Darhaqiqat vahiy va aql orasidagi farqlarni birlashtira olmagan kishi ozg'unliq hanglarga mudrab ketishdan yoki uninga tikmonliq tushib ketishidan ansirishi lozim. Chunki sog'lom aqlning misoli kasallik va nuqsonlikdan xoli o'tkir ko'zga o'xshasa, Qur'onning misoli parlab turgan quyoshga o'xshaydi. Kimki u ikkisidan birisiz to'g'ri yo'l izlaydi ekan, anqovlar to'piga qo'shilib qilishdan saqlanolmaydi. Qur'on nuri bilan kifoyalanib, aqldan yuz o'rgan kishi quyoshga ko'zini yumib olib, uning ustidan shikoyat qilgan kishiga o'xshaydi. Bundaq kishining amadan farqi yo'qdir. Shariat bilan birlashgan aql nur ustiga nurdir. Kimki u ikkisidan biriga ko'z yumib oladi ekan, mag'rurlik orqaniga esilib qolg'usi. Darvaqa, aql bilan vahiy orasidagi munosabatni muayyanlashtirishda buningdan ortiq ta'bir bo'lmasi kerak. İmam G'azali o'zining aqida tadqiqoti haqida yozgan o'chmas asarida tilga olgan bu nuqtalar islom aqidasining aqlning rolini muayyanlashtirishga qarata alohida ahamiyat berdiganligini ta'kidlab qolmay, Alloh taolaning aqlni ishlatish va o'zining koinotdagi haqiqatlarni aql bilan tafakkur qilishga chaqirishga o'xshash aqlga bergan imtiyozlarni qaysi maydonda turib joriy qildirish kerakligiga amaliy o'rnak bo'la oladi. Mazkur nuqtai nazarni Imom Ibn Taymiya muayyanlashtirgan bo'lib, u mundaq degan: Aql ilmlar orqali ma'rifat egallashda, amallarning mukammal va isloh bo'lishida intayin muhim rol o'ynaydi. Ilm va amal aql orqali kamolat topadi. Biroq u ushbu kamolatni o'zi mustaqil qo'lga keltira olmaydi. Chunki aql inson ruhidagi bir iqtidor va quvvatdan iborat. Navoda u iymon va Qur'on haqiqati bilan birlashsa, go'yo quyosh va o'tning yo'riqi bilan uchrashgan ko'z nuriga o'xshash nurliq bo'lib ketadi. Yuqorqi bayonlarni o'qiganimizda xiyolimizni aql islom aqidasida shunchalik muhim ahamiyatga ega turib, nima uchun aqidaning mustaqil manbalari qatoridan sanalmadi degan savol chulg'amay qolmaydi. Biz bunga tuvandagicha javob beramiz. Birinchi, garchi aql islom aqidasida bilish manbalari qatoridan sanalsa-mu, ammo u o'zi mustaqil holda shariat turg'izish va har vaqt insoniyatni haqiqatga yetaklashga qodir emas. Chunki aqida masalalari vahiy orqali bekitilgan o'zgarmas haqiqat bo'lish sifati bilan aqlning izdanish va yangiliklarni bayqash xususiyati oldida har doim xosligini joriy qildirib mangadi. Agar aql mustaqil holda aqida sistemasini barliqqa keltirishga qodir bo'lsa edi, albatta Allohning payg'ambar avatishining zaruriyati qolmagan, aqldek azmas yetakchi bar yerda xatolik va savallikdan xoli shaksiz vahiyni insonlarga nozil qilmagan bo'ladi. Mabodo shunday qilgan ahvolda Allohga nisbatan bu bir ahamiyatsiz ish bo'lib qoladi. Halbuki Alloh ahamiyatsiz ish qilishdan pok va muqaddasdir. Ikkinchi, vahiy va aql islom nazarida Allohdan kelgan ikki bilish manbasi bo'lsa-mu, biroq aql hamisha vahiydek o'z safligini qo'g'dashga qodir emas. U har qancha qilsa-mu vahiy kabi har qanday ayib, xatolikdan yoki savallikdan xoli bo'la olmaydi. Shunga u har insonning tafakkur yo'nalishiga qarab o'xshamaydi. Har vaqt to'g'ri nuqtadan qayib ketish va savallik sodir qilish ehtimolligiga ega. Vahiyning tabiatida savallik bo'lmaydi, ammo aqlning tabiatida aksidir. Uchinchi, aqlning tadqiqot obyekti koinotdagi cheklik shaylar atrofida davriy qiladi. Shu sababdan aql koinotdan hal qilgan masalalar oldida ojiz va nodondir. Vahiy bo'lsa, aql doirasidan hal qiladigan masalalar ustida o'z haqiqatlarini namoyon qilib turadi. Aqlning isbotlash va dalillash jihatdagi roli bu narsalar oldida o'z ahamiyatini yo'qotishga majburdir. Bundaq chaqda aqlga vahiy oldida taslim bo'lish va uni tasdiqlashdan boshqa chora yo'qdir. To'rtinchi, chekliklik hamisha cheksizlik oldida ojizdir. Cheklik narsaning cheksiz narsaning o'rnini olashining o'zi sog'lom aql bo'yicha bo'lgandimi mumkin emas. Demak, aqlning vahiyga musallat bo'lishi yoki uning butunsurik yetakchisi bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun islom aqidasidan iborat ilohiy haqiqatda aqlning roli faqat o'zining doirasida qo'llaniladi.
aqlning ilohiy haqiqatlarni isbotlash, tushunish va tasdiqlashga yordami bo'lsa-mu, biroq uni vahiyning o'rnini oladigan darajada mustaqil manba bo'lish salohiyatiga ega deb qarash ilmiylikka ziddir. 5. Aqlning islom aqidasida mustaqil manba sanalmasligi yuqorida tilga ilingan ikki manbaning aqlni inkor qildiganligini bildirmaydi. Balki Qur'on va sunnatda kelgan dalillar naqliy dalillar bo'lish bilan birga o'z navbatida yana aqliy dalillardir. Yana vahiy elib kelgan dalillar aqliylikdan butunlay xoli, aql bilan hech bir aloqasi yo'q xitob va bayonlar bo'lmasdan, balki aqliylikka to'yingan va aqliy jihatdan to'liq qanoat elib keladigan dalillardir. Shunga Qur'on va hadis bayonlari ko'plagan aqida masalalarini bekitishda aqliy pokitchanlikqa kuchli dalillarni asosiy o'ringa qo'ygan. Shundaqla bu metod asosida aqida masalalarini bayon qilgan. Qur'on va sunnatning aqida masalalari haqida aqlni bekor qilmasdan va chatga qoqmasdan, aksicha aqliy pokitga ega naqliy dalillarni bayon qilishning o'zila aqlni islom aqidasining manbasi qilib alohida ko'rsatishning zaruriyatsiz ekanligini ko'rsatib berdi. Shunga aqlni mustaqil manba sifatida tilga olmaslik, aqlni inkor qilganlik bo'lmasdan, aqlga o'z loyiqida muomala qilganlikdir. İmam İbn Taymiye bu noktada mundaq deydi. Şüphesizki İslam aqidasi Qur'on va sunnatdan iborat ikki manbadan ilinadi. Bundaq deganlik hargizmi aqlni bir chetga qayrib qo'yganlik bo'lmaydi. Chunki Qur'on va sunnat yo'lini tutish tabiiyla aqlni ishlatish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bundaq bo'lganda Qur'on va sunnat dalillari oldi bilan naqliy dalil, ondan qolsa aqliy dalil bo'ladi-da, vahiy elib kelgan dalillarmi aqliy dalil hisoblanadi. Xulos qilganimizda naqliy dalillar birli vaqtda ham shar'iy ham aqliy dalildir. Demak, har qanday naqliy dalilni ikkilanmay aqliy dalil deyish mumkin. Ammo har qanday aqliy dalilni ikkilanmay shar'iy naqliy dalil degili bo'lmaydi. U yana mundaq deydi. Albuki vahiyni manba qilgan mazkur dalillar to'g'riligi aql bilan isbotlangan dalillar bo'lib, bu dalillar o'z navbatida shar'iy va naqliy dalillardir. Yuqoriqilar aqlning xuddi Qur'on va sahih hadislardek aqidaning mustaqil manbalaridan bo'lolmasligidagi sabab va hikmatni ichib berishga tamoman yetarlidir. Ammo qisman ahli sunnat olimlarining aqlni islom aqidasining manbasi qatorida sanashiga kelsak, ular bu orqali aqlning aqidadagi rolining muhimligini ko'zda tutgan bo'lib, bu asla aqlning mustaqil manba ekanligini da'vo qilganlikdan emas, balki aqlning roli va ahamiyatini alohida o'ringa qo'yishdan kelib chiqqan bir xil mubolag'adan iborat. Sajiya Islom tadqiqot markazi